Timur Kapadze: Eronni yaxshi o'rganib chiqamiz va kerakli ma'lumotlarni to'playmiz. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Timur Kapadze Qirg'iziston va Eronga qarshi bo'ladigan Jahon chempionati 2026 saralash bahslari haqida fikr bildirdi. Hozircha hamma yig'inga kelib ulgurgani yo'q. Ertaga kechasi to'liq tarkibda mashg'ulot o'tkazamiz. Husniddin Aliqulovdan tashqari hammasi Aliqulov biz uchun katta yo'qotish. Eronni hammamiz yaxshi taniymiz, o'rganib chiqamiz, vaqtimiz bo'ladi va kerakli ma'lumotlarni to'playmiz. Qirg'izistonga qarshi bahs oson bo'lmaydi. Ularning o'z maqsadi bor, bizning o'z maqsadimiz. Bu siklda hech qaysi o'yin oson o'tmaydi. Raqib kim bo'lishidan qat'iy nazar o'z maydonimizda bor kuchimiz bilan harakat qilishimiz kerak dedi Timur Kapadze. Real Tchouaménini Chelsea yarim himoyachisi uchun berib yuborishga tayyor. Madridning Real klubi Londonning Chelsea klubi safidan o'rta chiziq uchun kerak bo'ladigan o'yinchi topdi. Qirollik klubi qiziqishlari doirasida argentinalik Xavik Enzo Fernandes bor. Qaymoq rangliklar Enzo uchun o'zining fransiyalik yarim himoyachisi Aurelien Tchouaménini berishga tayyor. Klublar o'rtasida futbolchilar almashinuvi bo'lishi ehtimoli katta. Joriy mavsumda Fernandes London jamoasining 34 ta o'yinda qatnashib, 5 ta gol va 9 ta assistni o'z hisobiga yozdirib qo'ydi. Tchouaméni esa madridliklarning 39 uchrashuvida qatnashib, bitta golga assistentlik qilgan. FIFA navbahorga transfer taqiqini qo'ydi. Superliga klublaridan qarzdorlik bilan bog'liq muammolar hali to'liq yechilmagan. FIFA Namanganning navbahor klubiga transfer taqiqini qo'ydi. Bunga sabab esa o'tgan mavsum jamoada harakat qilgan eronlik yarim himoyachi Siavash Haqnazariy bilan bog'liq qarzdorlik. Klub futbolchining moliyaviy talablarini bajarmagan tashkilot klubga 11-mart kuni mazkur jazoni qo'llagan. Ma'lumot uchun Haqnazariy 2024-yil Superligada Lochinlar safida 21 o'yinda maydonga tushib 5 ta gol va 2 ta assist qayd. Chelsea Sancho borasida yakuniy qarorga keldi. Londonning Chelsea klubi mish-mishlarga qaramay Manchester Uniteddan Jadon Sanchoni sotib olishdan bosh tortmaydi. Yaqinda tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, ko'klar ijara davrida o'zini munosib darajada ko'rsata olmagani uchun futbolchini sotib olish majburiyatidan voz kechish haqida o'ylamoqda. Bunday holatda London klubi Wengerni qaytarish uchun Manchester Unitedga tovon puli to'lashi kerak bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, insider Fabrizio Romanoning ta'kidlashicha bunday bo'lmaydi. Chelsea Sanchoning transferini amalga oshiradi. Bitimni bekor qilish bo'yicha hech qanday muzokaralar olib borilmaydi. Futbolchining o'zi qolishni istamoqda. Qizil iblislar ham uning qaytishidan manfaatdor emas. Jadon Sancho Enzo Maresca jamoasi safida 28 o'yinda maydonga tushib 2 ta gol va 6 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Barselona yozda Liverpool yulduzini xarid qilishi mumkin. Barselona hujumning chap qanotini kuchaytirishni maqsad qilgan. Ma'lum bo'lishicha, buning uchun kataloniyaliklar Liverpool futbolchisi Luis Diasni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Unga ko'ra, Liverpool Diasni sotish imkoniyatini ko'rib chiqadi, ammo uni 70-75 million yevrodan kamiga sotishni istamaydi. Bu Barselona uchun La Liganing moliyaviy qoidalariga rioya qilish maqsadida maosh jadvalda 30 million yevroni bo'shatish kerakligini ham anglatadi. Buning uchun ispan grandi futbolchilarni sotish ham ehtimoldan xoli emas. Kataloniyaliklar yozda Andreas Christensen, Eric Garcia shuningdek Ansu Fatini sotib yuborishga qaror qilishi mumkin. Otabek Shukurov: har bir ochko bizni mundialga yaqinlashtiradi. O'zbekiston terma jamoasi yig'iniga kelib qo'shilgan Otabek Shukurov Jahon chempionati 2026 saralashdagi keyingi o'yinlari haqida fikr bildirdi. Ikkita muhim o'yin qoldi. Hamma yig'inga sog'-salomat kelishini istaymiz. Kayfiyat a'lo, hammaga ochko kerak. Shu sababli Qirg'iziston bilan oson bo'ladi deb o'ylamayman. Har bir ochko bizni mundialga yaqinlashtiradi. Xudo xohlasa g'alaba qozonib Eronga uchib ketamiz. Imkoniyat o'z qo'limizda va undan foydalanishimiz kerak. Timur Kapadze terma jamoa uchun begona odam emas. Timur aka Katanetsdan boshqa hammani saqlab qolgan va katta o'zgarish bo'ladi deb o'ylamayman dedi Otabek Shukurov. Mbappe: men Ronaldodan ko'proq gol ursam ham ulardan yaxshiroq bo'la olmayman. Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe Villarrealga qarshi mag'lubiyatdan so'ng o'yin va charchoq alomatlari haqida o'z fikrini bildirib o'tdi. Bu juda muhim o'yin bo'ldi. Villarreal jiddiy raqib va turnir jadvalida yuqorida joylashgan. Atleticoga qarshi uchrashuvdan keyin g'alaba qozonishimiz shart edi. Jamoa xarakter va g'alabaga bo'lgan ishtiyoqni ko'rsatdi. Hamma Atleticoga qarshi bahs qanday o'tganini ko'rdi. Bu juda og'ir o'yin bo'ldi. 2 kundan keyin yana maydonga tushish qiyin. Lekin biz klub nishonini hurmat qilishimiz va bor kuchimizni berishimiz kerak. Mening 31 ta golim bor. Bu Krishtianuning Realdagi ilk mavsumidan bitta kam. Lekin bu shunchaki raqamlar. Agar men Krishtianu va Ronaldodan ko'proq gol ursam ham, bu meni ulardan yaxshiroq futbolchiligimni anglatmaydi. Muhimi jamoaviy sovrinlar. Gollar faqat biz La Liga, Ispaniya Kubogi va Chempionlar Ligasini yutganimizdagina ahamiyat kasb etadi deya ta'rif berib o'tdi fransiyalik hujumchi. City fanatlari Husanovning avtogoliga qanday munosabat bildirmoqda? Angliya Premyer Ligasining 29-turdan o'rin olgan Manchester City va Brighton o'zaro uchrashuvi Abduqodir Husanovning yoddan chiqmaydigan bo'ldi.
Etihad arenasidagi uchrashuvda mezbonlar Erling Holand va Umar Marmush gollar evaziga 2 marta hisobda oldinga chiqib borganiga qaramay, jamoalar ochko bo'lishib oldi. Uchrashuvning kulminatsion nuqtasi ikkinchi bo'lim boshiga 48-daqiqada Abduqodir Husanov raqib zarbasini qaytarish paytida o'z darvozasiga to'p kiritib qo'ygan vaziyatga to'g'ri keldi. Manchester City'ning butun dunyoga yoyilgan muxlislari bu holatni ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilmoqda. Sport.so'z portali muxlislarning avtogolga munosabatini o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiborga havola etishni ma'qul topdi. Mallayk Mikael Husanov katta talant egasi va yaxshi o'yinchi. Unga vaqt bering. Hali oldinda bundan-da muhim uchrashuvlar kutib turibdi. Gauranjo Biswas To'g'risini aytsak, Husanov hozirgidan ham ko'proq hurmatga loyiq o'yinchi. Shaxsan men maqsad sari intiluvchi, bor e'tiborni futbolga qaratgan va shu o'yinni yaxshi ko'radigan bunday futbolchini ko'rmaganman. Husanov hammaga futbol maydonida va undan tashqarida qanday bo'lishini ko'rsatib qo'ydi. O'zining tarixini yaratyapti va mehnati bilan nom qozonyapti. OKJ Ronald Husanov Manchester City'ga kelgandan buyon yorqin o'yinlari bilan hammaning diqqatini o'ziga tortdi. Uning kreativligi, mahorati va maydonni ko'ra olish qobiliyati jamoa o'yiniga dinamika olib kirdi. Uning muhim uchrashuvlarga ta'sir o'tkaza olishi tahsinga loyiq. Abduqodir taslim bo'lma, iste'doding, mehnating albatta samara beradi. MD Mishkar Husanov katta iste'dod sohibi, biroq o'ynayotgan jamoasi bo'lmaydi. Dev Mays Derbali Husanov hali yosh bo'lishiga qaramay himoyalanish qobiliyati ancha kuchli. Sadik Razak haqiqiy Husanovni Ramazondan keyin ko'rasizlar. Bu futbolchi hali Yevropani zabt etadi. Siyat Mayo bu yosh futbolchi aslida juda yaxshi himoyachi, biroq Manchester City'da emas, undan katta klublarda o'ynashi kerak. Matolema Husanov jahon darajasidagi o'yinchi, birgina xato uning avvalgi uchrashuvlardagi yuqori ko'rsatkich va natijalarni yo'qqa chiqara olmaydi. Barnabas Omondi bu Husanovning Angliyadagi ikkinchi xatosi, biroq ikkinchi marotaba ham yanada kuchliroq bo'lib qaytadi. Van Vinkorina Husanov Yevropadagi eng yaxshi himoyachi, faqat bu mavsum uning uchun zo'r o'tmayapti xolos. Abdullah Ahmad to'p yo'q joyda unga tegib darvozaga kirib ketdi. Harun Abraham bu holatda Husanov aybdor bo'la olmaydi. Uchrashuvda Ruben Dias hech narsa qilgani yo'q. Demak, himoya markazida Husanov va Vitor Reis tandemini o'ynatish kerak. Husanov hali bor salohiyatini ko'rsatgani yo'q. Yangi kelganlardan hali hech birining o'yini to'liq ochilib ketgani yo'q. Drini Ice Husanov o'z darvozasiga gol urmagan himoyachi haqiqiy himoyachi emas. Sin Manchester City Husanovning karyerasini sindirmay yaxshiroq klubga sotib yuborsin. Mark Jonson Husanov har doim yaxshi o'ynaydi, futbolda xatolar bo'lishi tabiiy. Abduqodir o'sha vaziyatni to'pni to'sib olmoqchi edi. Afsuski o'xshamay qoldi. Shunga qaramay Husanov ayni paytda jamoamizdagi kam sonli eng zo'r futbolchilardan bo'lib qolaveradi.